Sizlar to'rdan mal setib olsanglar, 100 ko'yliqni 100 ko'yga, 80 ko'yliqni 80 ko'yga setib olasiz. Men bo'lsam 100 ko'yliqni 80 nech ko'yga, 80 ko'yliq narsani 50 nech ko'yga setib olaman. Ma'sulni jiqinlab uqmasliqlar mumkin. Buning uchun men doyindan 169 ko'yga mikrofonda birini setib olsam, 17 ko'y 4 mo'chen pul paydo arpiribdi. 150 ko'ylam setib oldim degan gap. Amaliyotda to'rdan mal setib olganda, ash o'zimiz setib olgan malning foydasini o'zimiz elib olib turib, foydaga asosida mandaq qilib setib olgan bo'ldi. Men bu gasirlik buni haq soatlardan unutib qo'ymang. Film sen uzrab ketishi mumkin. Film bir ta yurak birib o'tib, filmning davom etib qiladi. Avval biz telefonimizga mushu malni azon setib oldigan mana shunqti 3-chi taraf hamkorlik kapitalini besib tushiramiz. Tushirib yo'q echib kiramiz. Kirgandan keyin ostidagi Liji Danglo deganni basamiz. Boshqa yoqqa mayaga telefon nomerimizni, mayaga yanjingma keltirib, maningga tizimlatish olib boramiz. Kaga yanjingmani kirgizib yo'q yoqqa ostidagi Danglo degan xatni basamiz. Boshqa yoqqa unlarni bog'laymiz. Endi ma echilgan betdan mayaga koding kirgizing deydi. Mayaga 47 57 deb kirgizmiz. Xato kirgizmanglar. 47 57. Kirgizib yo'q yoqqa trading deganni basamiz. Boshqa yoqqa hozir ma sistem echilib qoldi. Endi bu sistemdan foydalanib qanda pul tejib turib mal setib olamiz deganda keyin qaytamiz. Qaytqa yoqqa sizlar doyindan mal setib olmoqchi bo'lsanglar, doyin echib kiramiz. Echib kirgan yoqqa men hozir ma mikrofonni setib olmoqchi. Ma mikrofonninki bahasi 169 qo'ykin. Udullam setib olmaymiz. Udul setib olsanglar asl bahasini ep qolasizlar. Endi qandaq foydasini elib turib setib olamiz deganda, o'ng taraf usti qolsanglar 3 tal chekit ba, mani basimiz. Basqandan keyin mayada finshang deb ba, mani basimiz. Basqandan keyin ma sol taraf osti qolsanglar zenjining belgisi va Fuji lenje. Ma mikrofonninki ulanmasini ko'chirib elib olamiz. Ko'chirib bo'lgan yoq keyinga qaytamiz. Qaytqa yoqqa shingti abdalni besib kiramiz. Kirgan yoqqa mana mikrofonga nech pul payda araydi. Mishad chiqib turdi mana. 169 ko'yliq mikrofon 15 ko'y 6 pul payda ayrıydiken 150 ko'ylam setib olamiz degan gap. Ma aslidagi Liji Gome degan besib setib olamiz. Bu hozir doyinning meli bo'lgandikan doyin atlab chiqib bo'ldi. Aslidagi ma qizil xatni besib setib olamiz. Men sizlarga setib olib ko'rsatib qo'yay. Setib olib bo'lgan yoqqa keyinga qaytamiz. Malni setib olib qaytib bo'lgandan keyin 2 minut tutib turib ma shingti degan appni besib kiramiz. Kirgandan keyin o'ng taraf aslidagi voda deganni basamiz. Basqandan keyin bizga nech pul ayirdi. Hammamiz mishat chiqib turdi. 17 ko'y 4 mo'chen pul payda ayiribdi. Ubiyam 16 ko'y 15 ko'y pul payda ayirgan. Uningdan jiqroq ayiribdi. Endi buni texmi aniqroq ko'rim desanglar, ma aslidagi dingdang valli deganni besib kiramiz. Kirgandan keyin texmi aniq ko'ralaysizlar. 169 ko'y setib oldik. 17 ko'y 4 mo'chen pul payda ayiribdi. 150 ko'lam setib oldik degan gap. Bundan keyin mush bo'yicha mal setib olsanglar, texmi azon setib olasiz degan gap. Endi keyinga qaytqa yoqqa bu pul qachon tushdi deganda, siz malni qabul qilib 16-kuni undaringga va yoki juhu bo'lsanglar chiqarib olsanglar bo'ldi degan gap. Ma usulni sinab baqmaganlar tizdan sinab baqib, boshqa aptitalarni mal setib olsanglar mush bo'yicha foyda artmangda. Atrofingdagi do'st birodarga tortib qo'yishni unutmanglar. Agar uqamaganlar inkas rayonida masala so'rasanglar men birdan javob qaytaraman.